Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima buyurasiz? Biz emas, davlat buyuradi. Bemalol. Salimiya harbiy bo'linmasidagi askarlarning ust-boshi eskirdi. Maqsadimiz shuki, siz mato bersangiz, askarlar sovqotmasa. Bu yerdagi matolar yetadimi yo'qmi bilmayman. Bu buyruq emas, noto'g'ri tushunmang. Biroz kuting. Bunda pul bor o'g'illarim. Bu esa do'konning kaliti. Davlatimiz harbiylari sovuq qotsa, bizni holimizga voy. Xabarimiz yo'q ekan. Hamma pulim shu. Do'kondagi matolar uchun roziman. Buni hammasiga o'z kuchim bilan erishgandim. Yana ishlab, yana topaman. Lekin sovuq qotgan askarning o'z davlatiga ishonmay qo'ysa, buni oldini olib bo'lmaydi. Oling, hammasini oling. Beyim, do'konni yopyapmiz, mol qolmadi. Barcha molingizni davlatga berdingiz. Merosxo'ringiz yo'qmi yo umringiz tugayaptimi? Afandim, merosxo'rim ham bor, sog'lig'im ham joyida. Xudoga shukr. Lekin zerikdim. Bu ikki askar pulini to'lashdi. Do'konni sotyapman. Eshitdik buni. Hukmdorim, Barcha pulingizni va molingizni davlatga berdingiz. Nega yolg'on gapirdingiz? davlatning kamchiligini begonalar bilmasligi uchun hukmdorim. Ko'rdingizmi Taqsim Podsho? Shunday hurmatli insonlar bor ekan, yelkamiz yerga tegmaydi. Xudo xohlasa. Alhamdulillah. Ismat afandi. Davlatni askariga kiydiradigan paltosi ham, o'chog'iga yoqadigan o'tini ham bor. Pulingizni olib qo'ying. Kalitni cho'ntagingizga soling. Xo'p, hukmdorim, ammo bu ikki askar... Biz bir qaror qabul qilish arafasidamiz, Ismat afandi. Bu qarorni qabul qilishdan oldin xalq biz bilanmi ko'rgani chiqqandik. Hukmdorim, siz siroti mustaqim ustida emasmisiz axir? Siz mazlumlarning yagona homiysi emasmisiz? Biz sizni sevdik. Nega bilasizmi? Fransiyada Hazrat payg'ambarimizga Sallallohu alayhi vasallam haqoratli teatr tomoshasini to'xtatganingiz uchun, sizni zolimlarga qarshi mardonavor turganingiz uchun yaxshi ko'rdik. Sizni bu xalqning farovonligini o'ylab, temir yo'li qurganingiz uchun yaxshi ko'rdik. Sizni yaxshi ko'rdik chunki suygan davlatingiz zulmatda qolmasligi uchun kechalari uxlamaysiz. Doim yoningizdamiz, hukmdorim. Bu bozorni bir aylanib ko'ring. Buni aksini aytadigan chiqmaydi. Shunday hukmdorim. Eyvalloh Ismat afandi, eyvalloh.